Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Xo'p, bugungi darsimizni xudo xolasa 79-betdan boshlaymiz. 79-betimizda eshitib tinglab tushunishligini fahmul masmu deydi. Buni o'sha kitobning QR kodidan nima qilish kerak? Eshitiladi va tinglanadi. Bu yerda uktubu fil murabi al harf al muqobil lil kalimati allati tasma'uha. Eshitgan so'zlarning muqobildagi harfni masalan birinchisi nimadan tanlashingiz kerak, nima haqida ketyapti va o'shandan keyin yozib qo'yasiz. Harfni belgilab turib. Bu narsadan tashlab ketamiz. Xo'p. Ad-darsus sabi madrasati, demak, ad-darsus sabi 7-darsdan boshlaymiz. Mening maktabim mavzusi. Unzur vastami vanzur. Unzur deganimiz qara deyapti. Demak, unzur deganimiz qara, vastami va quloq solgin. Va antiq degani va gapirgin deyapti. Xo'p, al-alamu fawqal madrasati. Ana bu yerda al-alamu fawqal madrasati deyapti. Demak, al-alamu degani bayroq degani. Demak, bayroq, al-alamu bayroq degani. Fawqa degani tepasida degani, ustida degan ma'noda. Al-madrasati degani maktab degani. Demak, bayroq madrasaning ustida. Fawqa degani ustida degani. Hop, diqqat beradiganimiz ana bu yerdagi ning ma'nosini beramiz. Fawqal madrasati. Demak, i bo'lgan vaqtida ning ma'nosini beramiz. Ya'ni bayroq madrasaning yoki maktabning ustida deb ma'no beramiz. Hop, keyingi e'tibor beradiganimiz, hop, ana bu yerda chizib ham qo'yib bizga tushuntiryapti. Babul madrasati maftuhun. Babul madrasati maftuhun. Demak, bizga e'tibor beramiz. Madrasaning i'ga beramiz. Maktabning eshigi, babu degani eshik. Ya'ni maktabning eshigi yoki madrasaning eshigi maftuhun ochiqdir deyapti. Ya'ni maktabning eshigi ochiq deyapti. Xo'p, demak, bugungi o'tadiganlarimiz tepasida va maktabning eshigi ochiq degan silalarni o'tamiz. Va endi hop, al-muallimu xalfat tilmizi. Demak, ana bu yerga e'tibor beradiganimiz al-muallimu, ya'ni muallim o'qituvchi. Xalfa degani ana orqasida, ya'ni o'quvchilarning orqasida. Demak, muallim, at-talamizi degani o'quvchilar. Demak, muallim o'quvchilarning orqasidadir deyapti. Demak, gapning boshi egasi al-muallim xalfal tilmizi. Demak, o'qituvchi o'quvchilarning orqasida deb, demak, bizga xalfani o'rgatyapti, orqada degan ma'noni berishimiz uchun. Xo'p, keyingisi al-muallimatu amamat talamizi. Demak, bu yerda endi jenskiy rodda, ya'ni jenskiy rod muannas deyiladi arab tilida. Muallim muannasda qanday bo'ladi desa, al-muallimatu. Ana bu yerga e'tibor bersangiz, techa bu jenskiy rodni bildiradi, ya'ni muannaslik belgisi. Al-muallimat ya'ni o'qituvchi ayol. Amama degani oldida, o'quvchilarning oldida. Demak, o'qituvchi ayol o'quvchilarning oldida deyapti. Xo'p, nima o'zgardi? Muallim erkak muallim bo'ladi, muallimatu bo'lsa ayol o'qituvchi bo'ladi. Xo'p, ana endi bizga yangi nimamiz, ya'ni bayroq maktabning tepasida deyishligimiz, maktab madrasaning eshigi ochiq deganligimiz, o'qituvchi, ya'ni muallim talabalarning orqasida, o'qituvchi ayol, muallima ayol o'quvchilarning oldida degan mavzularni o'tdik va shu bo'yicha biz endi mashqlarni ishlashlikni boshlaymiz. Birinchi bu yerda e'tibor beramiz. Iqro va axtar degan. Iqro degani o'qi deyapti, vaqtar degani tanlagin deyapti. Xo'p. Bizga keraklisi al-muallimu tahtal madrasati deyapti. Al-alamu. Alamu degani bayroq. Tahta degani ostida degani. Madrasa. Demak, bayroq madrasaning ostida deyapti. Mana taxta degani ostida degani. Demak, bu gap to'g'rimi, noto'g'rimi? Demak, ana bizga kitobni o'zi belgilab beryapti, noto'g'ri deb. Ana endi biz keyingilarni to'g'ri, noto'g'riligini belgilab chiqishimiz kerak. Demak, bayroq madrasaning ostida deganda xato bo'lyapti gap, noto'g'ri.
Al-kitabu fawqal maktabi. Demak, kitob fawqal maktabi partaning ustida deyapti. Al-kitabu fawqal maktabi. Demak, kitob partaning ustida. Demak, bu to'g'ri belgilaymiz. Chunki kitob partaning ustida. Al-kitabu fawqal maktabi. E'tibor beringlar, ana bu yerda i ma'nosi ning ma'nosini beradi. Stolning yoki partaning ustida degan ma'noni beryapmiz. Keyingisiga o'tamiz. Al-muallimu amama tilmizi. Al-muallimatu demak o'qituvchi ayol, amama tilmizi. Amama tilmiz deganimiz demak o'qituvchi ayol, amama tilmizi o'quvchilarning oldida. To'g'rimi? Rasmga qarang. Ha, to'g'ri. Demak, to'g'ri belgilaymiz. Al-muallimu xalfa tilmizi. O'quv, ya'ni muallim, mana muallim o'quvchilarning orqasida deyapti. To'g'rimi? To'g'ri belgilaymiz. Xo'p, al-misbahu fawqal maktabi. Misbah deganimiz al-misbahni chizib qo'ydim. Chiroq, fanarchik, fanar, ya'ni fonus deydimi buni? Svidilnik deysizlarmi ruschalab? Demak, bu nima? Al-misbah chiroq partaning ustida. Fawqa degani ustida degan ma'noda. Fawqa demak ustida. Demak, chiroq ana bu yerga e'tibor beramiz. Ning ma'nosi partaning ustida deb aytyapti. Xo'p, keyingisi demak, partaning ustida degani to'g'ri belgilaymiz. Al-qalamu alal kitabi. Qalam kitobning ustida. Qalam kitobning ustidadir deyapti. Demak, bu ham to'g'ri belgilaymiz. Al-qittatu tahtal maktabi. Qitta deganimiz mushuk mana. Mushuk, ana bu joyda mushukcha bor. Mushukcha partaning, e'tibor berasiz, ning ma'nosini beradi. Maktabi partaning ostida deyapti. Demak, buni ham to'g'ri belgilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.